평이야. Oxunaga telefon qilyapti.
Öyle yaz ya. Görsen arkadaşlar şimdi.
Asad. Asad. Çok hakem. Allah diyorsun ya. Böyle avurdu mu oturasın ya. Yürü. Çok kötü time out. Şeyler yakın oluyor. Ben Nadir körü ver Nadir. Çık. Ben Nadir körü ver. Hadi çık. Örte anlar. Hadi yürü. Umar yapacak. Mali. معايا قدام بلاكي Koşma.
Ahmet Sultan akani yo'q. Yo'ldoshimning zarbasi. Yaxshi beradi, yaxshi. Ana, birga bir. Kerak. Chiqasan. Osman. Rangi yo'q, yaxshi yo'q. Ilosi Osman orayda Osman. Ayo. Ramzi, yur ikkita stenkaga. Yaxshiroq ishlaylik. Ramzi. Korkma ey.
Yoqdim. Demak, aziz muxlislar, o'yinning ikkinchi bo'limi boshlandi. Yangiobod jamoasi boshlab berdi. Hozircha hisob 2-1 Yangiobod jamoasi oldinda. O'yin teng kurashlar ostida bo'lmoqda. Har ikkala jamoa hujum qilmoqda, biroq Yangiobod jamoasi hisobda oldinda. Mayonda qizil libosda Yangiobod jamoasi, sariq maxsus jiletlarda esa Jomiy jamoasi harakat qilmoqda. Jomiy jamoasi hisobiga out ishlab olindi. Bozorov, xo'sh, darvozabon Elbek. Bozorov, xo'sh. Yaxshi zarba, biroq ancha noaniq, lekin zarba tezligiga e'tibor qiling. Bozorovda yaxshi zarba bor. Darvozabon to'pni erkin pas bilan boshlaydi. Fayzullo Saydullayev. Qo'l bilan boshlash kerak birinchi pasni. Xo'sh, darvozabonga bosim, bu foyda va Panjiyev yana Bozorovning o'ziga qaytarilmoqda. Bozorov zarba yo'llamoqda va burchak to'pi ishlab oldi. Yahyobek Xursana burchak to'pini amalga oshiradi. Panjiyev. Yo'q, uzatmada o'tmadi. Yana Panjiyev orqaroqqa. Bozorov. Xursanov. Yo'q. To'p uzatishda xatolik bor. Mana bu yerda ham xatolik yo'l qo'yilmoqda. Yaxshi harakat qilgan edi hozir Hasan. To'pni egallab olgandi, biroq to'p uzatishda xatolik. Fayzullo Saydullayev. Umid Yo'ldoshev yangi hujumini boshlayapti Yangiobodni. Yaxshi uzatma, xo'sh. Hasan, Anvar, Umid. Ramziddinning zarbasi, darvozabon o'z joyida. Hujum bartaraf qilindi. O'yin qoidasi buzildi Panjiyevga nisbatan.
Bozorov to'pni o'zida egallab turibdi va Jomiy jamoasining navbatdagi hujumini boshlaydi. Abduqodir, Muhammadqodir, Panjiyevga nisbatan yana o'yin qoidasi buzildi. Jarima zarbasini amalga oshiradi Jomiy jamoasi. To'p yonida Bozorov. Bozorovning zarbasi jonli devorga tegmoqda. Panjiyev outdan to'pni amalga oshiradi. Xo'sh. Yaxshi, Yahyobek zarba ham aniq, biroq Fayzulla o'z joyida edi. Zarba biroz kuchsiz bo'lgandi, ammo Yahyobek ushbu vaziyatda yaxshi harakat qildi. Mana bu paschi Umid tomon. To'p maydonda. Jomiy jamoasi out. O'z yaqiningizga. Chiq. Ishlab oldi va Yahyobek ana endi orqaroqqa Bozorovga to'pni yetkazib berdi. Husanov yaxshi harakat qilmoqda. O'zining zarbasi Fayzullayev o'z joyida. Hozir futbolchiga yordam ko'rsatilmoqda. Kim? Yahyobek Husanov. Yaxshi o'yinni davom ettira oladi. Panjiyev. Yaxshi pas va yo'q. To'p darvoza to'siniga tegdi va qaytgan to'pni esa Saydulla Fayzullayev egallab oldi. Yaxshi imkoniyat edi Jomiy jamoasida. Pasga ham e'tibor bering. Bu yerda esa o'yin qoidasi buzildi. Bozorov nohaq. Bozorov nohaq bu yerda o'yin qoidasini buzdi. Umid Yo'ldoshev. Hozir futbolchiga yordam ko'rsatilmoqda. Yaxshi hujum tashkil qilgandi Jomiy jamoasi a'zolari. Panjiyevning pasi esa juda ham chiroyli o'tib borgan edi. Zarba ham yaxshi yo'llandi, biroq to'p darvoza to'siniga tegib darvozabonning o'ziga qaytib keldi. Yangiobod jamoasi esa ana endi jarima to'pini amalga oshiradi. Hasan to'p yonida o'xshab berildi. Anvar yana Hasanning o'ziga qaytarib berildi. Bu yerda xato. Ana endi qarshi hujumga chiqib keta oladimi? Bozorov yaxshi, Panjiyevda imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba nega? Panjiyev hali yana oldinga harakatlansa bo'lar edi ushbu vaziyatda. Yangiobod jamoasi tarkibida o'zgarish. Dilshod Raupov maydonga tushgan. Saidov Ramziddin o'rniga. Muhammadqodir ham Jomiy jamoasida ancha bo'ldi tarkibga qo'shilganiga. Saydullayev, xo'sh, Bozorov to'p maydonda. Xo'sh, Muhammadqodir to'p maydonni tark etgan edi va Yangiobod jamoasi futbolchilari out amalga oshiradi. Hasan to'p bilan. Xo'sh, to'p uzatishda xatolik va yaxshi zarba, biroq Hasanning o'zi xavfni bartaraf qilmoqda. Panjiyev ana endi outdan to'pni amalga oshiradi. Bozorov so'rayapti, unga pas. Bozorov zarba yo'llaydimi? Oldida bir futbolchi. Bozorov to'pni o'zida saqlab qoldi. Anvarbek va Dilshod Yangiobod jamoasi futbolchilari hujumga o'tishmoqda. To'p o'zida qolganligi sababli o'yin to'xtatilmadi. Yo'ldoshev Umidning zarbasi, yana to'p qaytdi, yana zarba. Double save darvozabondan Elbek jamoasini goldan saqlab qolmoqda. Boyagi vaziyat to'p o'zida qolganligi sababli Yangiobod jamoasi futbolchilarining jarima zarbasi berilmadi. Xo'p, Dilshodbek out. Yangiobod jamoasi outni amalga oshiradi.
Darvozabon Saydullayev. Umid to'p uzatishda xatolik. Panjiyev. Xo'sh, Panjiyev. Xo'p, Xursanov, Raupov to'pni egallab oldi, hujumni bartaraf qildi. Out. Jomiy jamoasi foydasiga. Xo'p, demak, Jomiy jamoasida o'zgarish ham bo'lgan. Bu yerda esa o'yin qoidasi buzilmoqda va sariq kartochka Hasan Yo'ldoshevga ortdan zarba berdi futbolchiga. Jarima zarbasini amalga oshiradi. Jomiy jamoasi to'p yonida kim? Panjiyev. Xo'sh, kuzatamiz. Ruxsat berildi. Panjiyev, Bozorov ham tayyorgarlik ko'rmoqda, biroq kim zarba beradi? Menimcha Panjiyev. Uzatma? Yo'q. Imkoniyatdan foydalana olishmadi. Ana endi Anvar, Dilshodbek. Out Jomiy foydasiga. Aziz muxlislar, o'yin harorati juda ham baland, sababi har ikkala jamoa ham yaxshi hujum tashkil qilishyapti. Albatta, qo'polliklar ham bo'lmoqda. Biroq bu futbol azizlar, shunaqa kontaktli holatlar ham bo'lib turadi. Va mana bu zarbaga e'tibor qiling. Saydullayevdan ajoyib seyf va darvoza to'siniga to'p tegib ketmoqda. Va Jomiy jamoasi out ushlab oldi. Xursanov, Bozorovning zarbasi noaniq. Time out, Yangiobod jamoasi time outdan unumli foydalanmoqda. Demak, aziz muxlislar, Yangiobod jamoasi time outdan foydalandi. Uchrashuvning esa 10-daqiqasi o'tib bormoqda, ikkinchi bo'limning. Mana bu pasda esa noaniqlik va Jomiy jamoasi outdan to'pni amalga oshiradi. Bozorov to'pning yonida. Bozorov orqaroqqa darvozabonga, Elbekjonga, hop, Umar yana o'ziga darvozabonni. Xo'sh, Bozorov yana darvozabonga. Yaxshi pas bo'lib ketdi bu, lekin biroq Panjiyev oldinda bir o'zi edi. Shu sababli mana bu yerda ham xatolik. Xatolar ketidan xatolar kuzatilmoqda. Mana bu paschi yo'q, ulgurmadi Hasan to'pga. Bozorov navbatdagi hujumni boshlash arafasida Panjiyevga noqulay to'p uzatmas edi bu. Hasan uning to'pini Xursanov bartaraf qildi pasini va yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Yaxshi zarba noaniq, biroq Yangiobod jamoasidan hozirgina tarkibga qo'shilgan Abduhakim Qahramonovda yaxshi imkoniyat edi. U birga bir vaziyatdan foydalana olmadi. Ana endi yana hujum Yangioboddan, yana Hakimda to'p. Xo'sh, bu safarchi yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi Yangiobod jamoasi futbolchilari. O'yin davom etadi. Aziz muxlislar, Yangiobod jamoasining navbatdagi zarbasi ancha noaniq. O'yin biroz bahsli holatlarga duch kelishdi, shu sababli to'xtab qolindi, lekin davom etadi. Albatta, futbolda bunday holatlar bo'lib turadi. Xo'sh, Hasan yaxshi o'tib ketdi va out ushlab olyapti. Xo'p, Yangiobod jamoasi outdan to'pni amalga oshiradi. To'pning yoniga Hasan Yo'ldoshev. Xo'sh, Anvar yana Hasanning o'ziga qaytarib berildi. Yahyobek to'pni egallab oldi. To'p uzatishda xatolik edi. Xo'sh, Panjiyev tomon. Panjiyevning zarbasi.
Panjiyev yaxshi zarba yo'llagan edi ushbu vaziyatda. Biroz zarba noaniq, biroq Jomiy jamoasi yaxshi hujumga o'tgan edi. Ana endi Yangiobod jamoasi navbatdagi hujumini boshlaydi. Hasan yaxshi Umid to'pni maydonda saqlab qola oldi. Bu yerda noaniq harakat qildi Qahramonov va burchak jarima zarbasi Jomiy jamoasidan. Jonli devor o'rnatildi va o'yinga jonli devor joyiga turishini so'ramoqda bosh hakam Nodirbek va ruxsat berildi. Mana bu zarba esa burchak to'pini amalga oshiradi Jomiy jamoasi. Jomiy jamoasi burchak to'pini amalga oshiradi. Panjiyev Qursanovning o'ziga to'p tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Xo'p, Hasan outni amalga oshiradi. Yo'q, kimga bu pas? Qahramonov tomon edi bu pas, biroq Abduhakim bunga tayyor emas edi. Panjiyev o'rtada to'p so'rayapti, to'p uzatishda xatolik. Elbek to'pni egallab oldi. Xo'sh, darvozabon Elbek to'p bilan yaxshi uzatma. Xo'p, to'pni egallab oldi. Yaxshi, Yangiobod jamoasining navbatdagi hujumi. Anvarbekning zarbasi, darvozabon o'z joyida. Yahyobek Xursanov ana endi Jomiy jamoasining navbatdagi hujumini boshlaydi va Panjiyev, Bozorov zarba darvozabonga bosim. Bozorov, Panjiyev, Muhammad Ali to'p bilan o'yin qoidasi O'tashyapti shoh aka. buzilgani yo'q va hujum Auto maylub. Nima bo'ldi? Jomiy jamoasi to'pni outdan amalga oshiradi va Panjiyev burchak to'pi amalga oshiriladi. Jomiy jamoasi burchak to'pini amalga oshiradi. Xo'p, Yangiobod jamoasi endi navbatdagi hujumga o'tishadi. Hasan to'p uzatishda xatolik. Xo'sh, Anvarbek o'zi to'pni maydonda saqlab qoldi. Yaxshi imkoniyat, zarba ham chiroyli edi, biroq darvozabon Elbekjon to'pni qaytardi va navbatdagi seyfni amalga oshirdi. Qahramonov burchak to'pini amalga oshirmoqda. Xo'sh, Umid Yo'ldoshev zarba yo'llaydimi? Yo'q. Noaniq harakatlar. Jomiy jamoasi endi outdan to'pni amalga oshiradi. Bozorov, Elbek to'p bilan uzatmadan noaniqlik. Umid Yo'ldoshev outdan to'pni amalga oshiradi. Darvozabonga Saydullayev. Hasan Yo'ldoshev. Xo'sh, yo'q. To'p uzatishda xatolik. Uchrashuv hozircha hisob 2-1 Yangiobod jamoasi oldinda. Kichik ustunlik bilan harakat qilmoqda. Bugungi uchrashuvda Yangiobodliklar yaxshi harakat qilmoqda. Qahramonovdan yaxshi uzatma. Anvar Yo'ldoshev qanday vaziyat edi? Bo'sh qolgan darvozaga zarba yo'llashi mumkin edi. Qahramonov bu yerda yaxshi harakat qildi. Bozorov ana endi Jomiy jamoasini yana Bozorov. Xo'sh, bu yerda to'p uzatilishda xatolik, darvozabon yana uzatmada xatolik. Xo'sh, Bozorov xatoga yo'l qo'ymoqda va uchrashuvda yana hisob o'zgarmoqda. 2-3-1 Qahramonov Abduhakim ushbu vaziyatda hozir hisob
Demak, aziz muxlislar, uchrashuvda hisob yana o'zgardi. Yangiobod jamoasi raqiblar darvozasiga 3-golini kiritdi. 3-gol muallifi esa Abduhakim Qahramonov. Ana endi Yangiobod yana hujumga o'tmoqda. Xo'sh. Bu yerda qanday harakatlar qilmoqda? Jomiy jamoasi tarkibida o'zgarish bo'lgan. Jonibek Toshpo'latov maydonda. Panjiyev, Qursanov, yaxshi uzatma, biroz noaniq, futbolchi ulgurmadi ushbu uzatmaga. Yangiobod jamoasi esa outdan to'pni amalga oshiradi. Anvar, yo'q, Hasan, yaxshi uzatma. Xo'sh, ana endi Toshpo'latov qanday harakat qiladi? Panjiyevning uzatmasini Saydullayev egallab oldi. Va biroz futbolchi bilan turtilib ketdi. Shu sababli darvozabonga yordam ko'rsatilishi lozim. Uchrashuv hozircha 3-1 hisobida bormoqda, aziz muxlislar. Bundan so'ng Jobu hamda Yurtchi City jamoalari o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tadi va bugungi kunning eng oxirgi o'yini. Birgalikda ushbu o'yinni ham kuzatamiz. Toshpo'latov ana endi outdan to'pni amalga oshiradi va Jomiy jamoasining hujumini qaytadan boshlaydi. Darvozabonga yetkazib berdi. Toshpo'latov, Panjiyevning qarshisida ikki himoyachi edi va Salohiddinov. Bular nodir. Menga ber. Bekoto. Uchrashuvning asosiy daqiqasiga bosh hakam tomonidan 1 daqiqa vaqt qo'shib berildi va shu vaqt ichida hujum to'p o'zlarida qolishdi, to'p o'zida qoldi. Xo'sh, Hasan yaxshi o'tib ketdi, futbolchilardan yaxshi uzatma. Yo'q, Panjiyev. Uglovoy Yangiobod jamoasi burchakdan to'pni amalga oshiradi. Aziz muxlislar, biz boya adashgan ekanmiz. O'yinga 3 daqiqa vaqt qo'shilgan ekan, 1 daqiqa emas. Va mana bu vaziyat respekt Umid Yo'ldoshevga oliyjanoblik qilib Jomiy jamoasiga to'pni qaytarib berdi. Qursanov yaxshi harakatlar Qursanov tomonidan. Panjiyev ham tezkorlik bilan hujumga o'tmoqda, biroq to'p uzatishda yana xatolik va Saydullayev ana endi jamoasini qarshi hujumga olib bormoqchi edi. Biroq Yangiobod jamoasi futbolchisi to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. Nodirbek Yangiobod jamoasi tarkibida yangi futbolchi va u o'yinga allaqachon qo'shilgan. Ana endi Jomiy hujum qilmoqda. Bu hujum qaytarildi. Nodirbek yana to'p bilan o'yin qoidasi buzildi. Bor. Sariq kartochka bilan ogohlantirilmoqda. Yahyobek Qursanov Yangiobod futbolchisi Nodirbekka nisbatan o'yin qoidasini buzgan edi. Futbolchi jiddiy jarohat olgani sababli o'zgarish bo'lishi mumkin. Futbolda bunday holatlar ham bo'lib turadi, albatta. Futbolchiga sog'lik tilaymiz, sog'ayib ketishiga tilakdoshmiz. Ko'tar o'zing ko'tar. Berdimi? Demak, aziz muxlislar,
Yangiobod jamoasi jarima zarbasini amalga oshiradi va to'pning yonida Hasan yo'ldoshi biroq Umid zarba yo'lladi. Ramziddin to'p outdan to'pni amalga oshiradi. Umid, Hasan, xo'sh, zarba yo'llaydimi? Yo'q. Qarshisida bir futbolchi o'tib ketdi. Yo'q, bu yerda to'pni oldirib qo'ydi. Yangiobod jamoasining uchrashuvdagi so'nggi hujumlaridan biri. Yaxshi harakat qildi Anvar, to'pni o'zida saqlab turibdi. Zarba yo'lladi, darvozabon o'z joyida. Saidov Ramziddin yana Anvar va hisob o'zgarmoqda aziz muxlislar. O'yinning so'nggi daqiqalarida Anvar Yo'ldoshev hisobni to'g'ri bir ko'rinishga olib keldi va shu yerda uchrashuv yakunlandi. Yangiobod jamoasi g'alaba qozonib, birinchi turda imkoniyatlarini yaxshilab oldi.